Misol bo'yicha y funksiyamizni shu chiziq y funksiyamiz bu bo'lsa, endi x teng 2 nuqtada, mana bu nuqtada urinma o'tkazilyapti. Mana bu urinma va bu aks oqim sifat yo'nalishi bilan 135 gradus qabul qilyapti. Bu 135 gradusga teng. Yuz o'ttiz besh gradusga teng. Ma'ni toping deyapti. Bu funksiyamiz nomi mx ekan. Bu tomoni 135. Qoida borda, funksiyadan hosil olib x nolni qo'ysa k ga teng bo'ladi. Yana qoida borda, k degani tangens alfa degan. Shu ikkita xossadan foydalanamiz. Pastdagiga foydalansak, tangens 135 gradusdagi qiymatda -1 ga teng. Funksiyadan hosil olsak, shunday bilan endi mana xossaga ko'ra x nolni qo'yib chiqamiz. K ga teng deymiz. Endi topib qo'yamiz 4 kare 6. 4 kare 6 nechi edi? 24. Yigirma baquvchisi 21 bo'ladi.